tahoratimiz ham yaxshi, zaharli emas biz. Demoqchi bo'lganimki, ibodatda turgan, yurgan insonlarmiz. Shuning uchun ozgina vaqtlaringizni yana mana shu o'tirishimiz ibodat, bu suhbatga eshitgan ibodat. Ko'p savollar bo'lyapti, endi sunnat o'qimay turib ketishyapti, mana shu namozda o'zingizni mahallangizda qanaqangi namoz o'qigan bo'lsangiz, masjidingizda xuddi shuna namoz o'qiysiz. Peshin namoziga Ka'baga borib qoldingiz, deylik peshin namozi, ikkalaga sunnat qoladi. Ikkalaga sunnatni o'qib bo'lsangiz, ulgiysiz janoza namoziga. Janoza namoziga farzdan keyin o'zi e'lon qiladi. 1-2 daqiqadan keyin. Kimki agar janoza namozini o'qish shart deganiki, mahalla ko'yimizda shunga qatnashsak mahallamizda Rasululloh alayhisalom aytdilar. Kimki agar janoza namozini o'qisa, 1 qiyrat savob bo'ladi dedi. Sahobalar so'radi, "Ya Rasululloh, 1 qiyrat savob qancha bo'ladi?" deganlarida, "Uhud tog'ichalik" deganlar. Uhud tog'ini hammalaringiz ko'rdingiz. O'ziga yetkilamaydi. Shuncha botmon degani shuncha ko'rmadagi, shunchalik vazndagi savobga egasi bo'ladi inson. Endi dafinga qatnashganga ham 1 qiyrat dedilar. Endi mana bu yerda qilayotgan ibodatimiz, bu yerda o'qiyotgan namozlarimiz 1 rakat 100 ming bo'lsa, endi bitta janozaga qatnashsangiz qancha bo'lyapti? Endi samarani aytdik, 100 mingda bo'lyapti. Bir marta astag'firulloh subhanalloh degan 100 mingda bo'lyapti. Demak, bitta janozangiz qatnashganingizdan, shu ayrimlar o'tirganlarini ko'rmasligi. Shuning uchun bu narsaga qatnashinglar. Sunnatni to'liq o'qinglar. Vitr namozi to'liq o'qiladi. Vitr o'qishni vojib. Vitrda kim o'qimasa, uning qazosi bor. Eshitib oling. Vitrda qazosi bor. Farzi qazosi bo'lmaydi sizga. Sunnatda qazosi yo'q. Sunnatda faqat bomdonda 5gacha bo'lsa, sunnatda qazosi o'qiladi bo'ladi. Bomdonga qo'shib. Kun chiqqanda u qayerga boradi. Mana shu. Yana bir narsani aytib qo'ying. Xuddi jamoat ichida bitta ishtadan taniyman o'zimni, boshqadan taniyman. Bu gaplarni og'irlik bo'lmasin. Og'irlik bo'lmasin. 50 yoshini rahbarda vazifasi bo'lmasin. Ko'ngillar kim agar nos sigaret cheksa, tahorati sanadi. To'g'ri tahorat namoz o'qigan bo'ladi. Qayerda bo'lsa yo'qingizda. Bu tahorati sindirmaydi deganiki, desa fatvo chiqqan tahorat sindiradi. Ayrim razvor qiladiganlar bo'ladi, gapirishadiganlar bo'ladi, masalan, suhbatlashadiganlar bo'ladi, farqlilar bo'ladi. Shularning gapiga dalil so'rashadi. Bormi dalil? Har bitta gapga dalil, hujjat bor, hadis bor. Alloh subhanahu va taoloning oyat karimasidan dalil qilib olishganki, astag'firullah, va la tulqu bi aydikum ila tahluka. O'zingizni halokat yoqasiga tashlab qo'ying. Bunun foydasi yo'q. Zarracha foydasi yo'q. Faqat bu halokat insonni salomatchiligini yo'qotib, yuzini nurini olib tashlaydi, va hokazo. Buni ta'riflasangiz bitta masala ma'ruza chiqadi. Kattagi. Demak, ana shu narsalarga hushyor bo'lamiz. Mani ko'ngil topdimikin deb o'ylamaydi. Ommadan gapiryapman. Ommadan osmonga qarab gapiryapman. Demak, mana shu narsaga hushyor bo'lasiz. Hushyor bo'ling. Va hatto yana savollaringiz bo'lsa beringlar. Ko'p beriladigan savol, nimaga ular sunnat o'qimaydi? Biz o'qiymiz, turib ketish bordi. U bo'lmaysiz, bir chekkaga borib o'qing. Qana namoz o'qigan, o'rganganmiz, o'shani o'qing. Keyin qo'lini osiltirib turadiganlar bor, qo'lini har ko'taradiganlar bor. Har janozada ham namozga Allohu akbar deb siz qo'lingizni bayrangizni tomon, boshqaga taqlid qilmang. Ovozingizni chiqarib amin deb aytmang. Bizning mazhabimizda bu harom emas. Bizning Imom Azam mazhabida bu taqiqlangan narsa. Bizning mazhabimizda bu yerda nechta mazhab bor? Nechta firqa bor? Biz ahli sunna va jamoat firqasida 4 ta mazhab bor, tan olingan. Bu yerda boshqa firqalar bor, 73 ta firqa bor, 70 ta yo'nalish bor. Mana shuning ichida o'shancha oqimlar bor. Siz ularga taqlid ham qilmang, ularga e'tibor ham bermang. O'zingiz biling. Tushunmaganlar bo'lsa so'rang. So'rasangiz aybi yo'q. So'rab o'rgangan olimlarni so'ramagan o'ziga zolim. So'rab o'rganing. O'rganib so'ramaysan. Mana domlalarimiz o'tiribdi ichimizda. Mana 50 boshi, mana hoji akalarimiz o'tirishibdi. Darhol so'rang. Bu yerda 50 boshi 5-6 ta 50 boshlarimiz bor, ahli ilmlar bor. U yechimini bilmasa u bola bizga o'xshaydi. Biz bilmasak, ustozlarimiz bor, so'rab aytib beramiz. Barchalarimiz onadan tug'ilgandek foydalardan qaytishimizni xohlamasmiz ilohim. Duo qiling. Yana qayta kelish olamiz. Siz bizlarni mana shu yerga foydadan bo'lib kelishligingizga, dunyoga kelishligingizga sababchi bo'ling. Mo'tabar zotlar.
Hattoki bularga roziligi bilan Xudo rozi bo'ladi. Ota-onalarimiz hayotda borlar, Xudo salomatlasin. O'tib ketganlarni, ota-onalarimiz, ota-onalarimizni Alloh rahmatiga olsin. Xudolar shu bo'lsin. Payg'ambarlarimiz boshlariga soyabon, qabriga dasturxon, oxiratlariga zaxira qilsin ilohim. Hayotda bor bu duogo'ylar, nuriddinlar, hojidalar, onalarimizni Alloh pir badolat qilsin. Nabiylar shabiralarda rohatu farog'atini, baxtli ibodatini Xudo ko'rsatsin ilohim. Duoni ko'rsatmasin. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz farovon bo'lsin. Baxtimizga yurtboshimiz, muftiy hazratlarimiz, butun mutasaddi rahbarlarimiz xalqqa bo'lgan muhabbatini yana ham ziyoda qilsin, ularga Xudo panohida asrasin, oilalaridan tinch qilsin. Hammamizni salomat yehatlar ishga yurtimizga borib, yonib yuz bilan mahallaga musulmonlarga kelib, duolarni berishingni hammamizga nasib qilsin. Yana qayta va takror kelishni Alloh nasib qilsin. Ya Rahmanur Rahim. Jamoatning duosi ijobat, musofirning duosi ijobat, safarga yurganlarning duosi, safarlarga hadamlagan, bemorchiliklarga shifo bergan, farzand talablariga Alloh farzand o'g'il qiz ato etsin. Alloh rahmat.